Ana hozir xafa bo'lyapsiz. Nima uchun? Menda hech shuncha ginekologga bordim, aytmadi kesdan. Bartolinovый kista bor bu yerda. Bartolin degan bez bor bizada. Именно shu malay gubani mana shunaqa ichki qismida joylashgan. Mana shu bezcha, mana bu bezcha. Buni vazifasi nima? Jinsiy aloqada o'zidan smaska chiqazish, ya'ni jinsiy aloqani osonlashtirib berish, suyuqlik chiqazadi bu o'zidan jinsiy aloqa vaqtida. Xo'p, endi mana shu narsa nimani hisobiga kelib chiqadi? Ko'p holatlarda shu joyga infeksiya tushgani hisobiga, har xil infeksiyalarning hisobiga, yana bitta holat bor bu yerda, bu infeksiyalardan tashqari ana latta tutib yuradigan ayollar bo'ladi-yu. Ana o'shanda ham mana shu joyda o'zgarish bo'lib qolishi mumkin. O'shanga kerak emas bu narsalar. Agar quruq yuradigan bo'lsanglar, ploskiy hb narsalar ishlatsa bo'ladi. Endi ani qalin lattalar tutib yuradi, o'sha holatda ham bo'lishi mumkin bu narsa. Xo'p, bu yerda nima holat kuzatiladi? Mana shu bez jinsiy aloqa vaqtida o'zidan yo'llari orqali smaska chiqazadi, suyuqlik chiqazadi. Bu yoqqa infeksiya tushdi, ana shu protoklar yopilib qoladi. Yopilgandan keyin bu suyuqlik ichkarida turib qoladi. Infeksiya tushgani hisobiga yiringlaydi, kattalashib boradi, qinni to'sadi, o'tirganda diskomfort beradi. Kechqurunga borib butun tanani qaqshashlari, og'rishlari mana shu narsani hisobiga ham kelib chiqadi. Biz lekatstlarni ko'rganimizda ayrim holatlarda yiringlagani hisobiga baland bo'ladi. Buni shu konservativ lecheniyasi yo'q. Mana bu kapsulasi bilan birga olmaguncha bu muammodan qutulmaysiz. Bezovta qilaveradi har doim. Xo'p, keyingi diagnoz